Qalb izlagan xotirjamlik, ruh izlagan tasalli shu yerda. Agar bu so'zlar sizga oz bo'lsa ham taskin bersa, iltimos kanalimga obuna bo'ling. Chunki bu yerda har kuni qalbga yetadigan duolar bor. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Inson hayoti bir nafasga sig'adigan sayohat. Ko'z bilan ko'rilmaydi, ammo qalb bilan his qilinadigan haqiqatlar bor. Sukunat ichida aytiladigan bir duo mingta so'zdan ham kuchli bo'lishi mumkin. Bugun aytiladigan so'z ertangi taqdirga sabab bo'ladi. Shuning uchun har bir kalomni ehtiyot bilan ma'nosiga yetib aytish kerak. Kelinglar opa-singillar duo qilamiz. Allohim, bizga sening zikringni unutmaydigan qalb bergin. Tilimizdan chiqqan har bir so'zni nurli, har bir sukutni ibratli qilgin. Qadamlarimizni adashishdan, niyatlarimizni riyodan saqlagin. Qur'oni Karimni o'qishni bizga oson qilgin. Oyatlarni nafaqat tilda, balki qalbda jo qilgin. Kalomingni tartil bilan o'qishni, mohiyatini anglashni, hayotimizga tatbiq qilishni bizga nasib etgin. Ilmimizni foydali, amalimizni xolis qilgin. Shukurni farovonlikda ham, sukutda ham unuttirmagin. Himoyang bilan o'rab olgin. Har bir nafasimizni senga yaqinlashishga sabab qilgin. Ey Robbim, oxirimiz avvalimizdan chiroyli bo'lsin. Aytgan so'zlarimiz guvohimiz, qalblarimiz senga shohid bo'lsin. Alloh taolo bizga yaratganiga hamd sano bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga salovat va salomlarimiz bo'lsin. Duoyimizni shu yerda yakunlaymiz. Barchaga rahmat. Alloh taolo hammamizni hifzi himoyasida saqlasin. Keyingi videolargacha Allohga omonat bo'linglar. Mehnatimizni qadrlab obuna bo'ling.